Leksimizin devamını anlaysanız hürmetlik vatandaşım, Cungo, Paris'teki hücumdan keyin Şinjan'daki hareketlerini bütün dünyanın qo'llashini murojaat qildi mavzuli xabar 11 ayning 16 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Parijda zo'ravonlik hujumi yuz bergandan keyin Jungo xalqaro jamiyatga murojaat qilib, Beijingning Xinjiang rayonida terroristlar qarshi elib berayotgan urushini qo'llashini chaqiriq qildi. Terroristlar qarshi urush demak xabarda mundaq bir yangi kalima o'ttirib chiqdi. Demak, Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi urush deb atadi. Ötken 3 yıl içinde İslam diniga shindigan Uyg'urlar o'ltiraqlashgan Xinjiang rayonida bir necha 100 kishi to'polon ichida halok bo'ldi. Beijing mundaq ko'rsatdi, zo'ravonlikning hammasi atalmış Sharq Turkiston İslam Harakati tashkilotining radikal unsurlari planlagan va keltirib chiqargan. Bu tashkilotning baza tashkiloti bilan munosabati bor. Bu tashkilotning maqsadi mustaqil Sharq Turkiston davlati qurishdir. Beijing'da teşebbüs shuken bu teşkilat müşunda o bu yerle münasebeti var dedilik ahırki hesapta Şarkı Türkistan devleti kuruşturdu. Yakşembe günü yani 11. ayının 15. günü Türkiye'nin Anadolu'ya vilayet 20 devlet başlıklarının yukarı derecelikle yığını katlaşıvatkan mezgilde Jungo'nun Tashqi ishlar ministri Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Jungo mu o'xshashla terroristlarning ziyonkashligiga uchragan Sharq Turkiston İslam harakatiga zarba berish o'xshashda xalqaro terrorizmga qarshi kurashning muhim tarkibiy qismi bo'lishi kerak. Chet ellik nurg'un mutaxassislar Sharq Turkiston İslam harakati tashkiloti Jungo'ning deyishicha sistemalik bir tashkilot, lekin mutaxassislar bu tashkilotning mavjudligidan gumon qiladi. G'arb davlatlari uzundan beri Jungo bilan axborot almashtirish yoki Jungo bilan bu masalada hamkorlashishni xohlamadi. G'arb davlatlari Jungo nima bir paket ko'rsatib, Sharq Turkiston İslam harakatiga zarba berishda bu tashkilotning mavjudligini isbotlab berolmadi deyishdi. Aksicha G'arb davlatlari Xinjiangda dafsanda qilinayotgan kishilik huquq xotirasining bor ekanligiga haqiqiy ishondi. Tahlil qilaylik. Hurmatli Wang Yi efendi, Tashqi ishlar ministri Jungo'ning Tashqi ishlar ministri efendi xalqaro jamiyatga murojaat chiqarib, siz shundaq bir jumlani eg'izga oldingiz. Masalan, dedingiz-ki, Jungo terroristlarning ziyonkashligiga uchragan davlat. Jungo'ning terroristlarga qarshi urush qilishini xalqaro jamiyatning qo'llashini chaqiriq qildingiz. Bizning fikrimiz shuki, bu yerda siz urush dedingiz, buni ham Uyg'ur xalqiga tushuntirib qo'ying. Siz urush dedingiz, buni ham xalqaro jamiyatga tushuntirib qo'ying, ministr Wang Yi efendi.